Reker. Hello YouTube ana do'stlar, sizlar bilan birgalikdaman Reker bola. Bugun Mana shu so'zlarni eshitmaganimizga ham 10 oy bo'ldi. Reker nega YouTube'ni tashlab qo'ydi? Shu savolga bugun javob beraman. Avvaliga Reker haqida ma'lumot va o'z fikrimni bildirib o'taman. Haqiqiy ismi Quddusov Habibulloh. Toshkent shahrida tug'ilgan va 324-maktabda o'qiydi. Hozirda uning yoshi 17 yoki 18 oralig'ida. Bu degani hozirda u abituriyent. Boshlanishda u ijodni notebookda boshlagan va har xil qiziqarli modlarni obzori va shunga qaramasdan har xil vijvaniyalar o'tkazgan. Uni birinchi chiqargan videosini kim ko'rgan? Masalan, men uni ko'rganman va u anchagina cringe. Oh my god, bro. No, bu videoni chiqqaniga axir 4 yil bo'ldi. Shunday ekan, eski videolarning ko'pchiligi hozirgi zamondagilar uchun cringe tuyuladi. Shunday ekan, bu haterlik qilish emas. Lekin maslahat bergan bo'lardim barchangizga Rekerning birinchi videosini bir ko'rib chiqishni. Bu juda ham men uchun komediya bo'ldi desam ham bo'ladi. Endi esa Reker haqida qayta o'tadigan bo'lsak, u notebookdan asta-sekinlik bilan kompyuterga o'tgan va kompyuterini xuddi menga o'xshab APG uzdan terdirgan. Lekin uning kompyuterining narxi menikidan ozroqgina qimmat, atigi $7000. O'zini aytishi bo'yicha esa notebook ham anchagina qimmat, ya'ni o'sha paytlarda uni $1500 ga sotib olgan ekan. Reker o'z nikini o'yin nomidan olgan, ya'ni bu ma'lum bir personajning nomi. Ko'pchilik qiziqadigan narsa, Reker YouTube'ga qanday qilib kirib kelgan desangiz, u o'zi ham shuni aytadiki, men adashib kirib kelib qolganman. Ha, ko'pchilikka o'xshab Reker YouTube'ga kirishdan asosiy maqsadi pul topish yoki bo'lmasa mashhurlik bo'lmagan. U shunchaki bo'sh vaqtini qanaqadir o'yinlar o'ynab, qolganlarga ko'rsatish uchun kirib kelgan. Reker kanal ochganiga 4 yildan oshdi. 5 yil desak ham bo'ladi va hozirda uning kanalida jami 400 mingta odam mavjud. Albatta, avvalambor bu bilan Rekerni tabriklaymiz. Rostini aytsam, endi Minecraft o'yiniga qiziqishim ortib, endi uni o'ynayman degan paytlarimda YouTube platformasida menda faqatgina Reker, Grond, Ibrohimov va ora-orada Dethusanning videolari chiqardi. Ya'ni men shuni bilamanki, Reker YouTube platformasida O'zbekiston bo'yicha endi Minecraft o'yinini tanitgan odamlardan biri. Rostini aytadigan bo'lsam, boshlang'ich paytlarida, ya'ni endi video qo'ygan paytlarida Rekerning videolari menga juda ham zerikarli tuyulardi, chunki unda asosan kreativda har xil modlarni sinash yoki har xil qurilgan narsalarni ko'rish bo'lardi. Men shunchaki Minecraft o'yinini o'ynab, uni o'rganmoqchi bo'lganman, chunki bilasizlar, Minecraft o'rganish uchun anchagina qiyin o'yin. Lekin Rekerning eng katta auditoriyasini olib kelgan bu uning tomonidan chiqarilgan seriallardir. Ya'ni men o'zim ham ko'rganman va juda qiziqib ko'rgan unim bu zombi seriali bo'lgan. Adashmasam, Reker tomonidan 5 ta qism chiqarilgan bo'lsa, men 4 tacha qismini ko'rganman va u men uchun o'sha paytlardagi shedevrlardan biri edi. Lekin adashmasam, Rekerda bundan oldin ham serial bo'lgan, ya'ni men bundan oldin ko'rgan videoyim, ya'ni tiqilma degan Vanblokda olingan video boshlanishida oddiy o'yin bo'lib turib, keyinchalik u serialga aylanib ketib qolgan. Lekin rostini aytaman, o'sha tiqilma seriali, to'g'rirog'i o'sha olingan video meni boshlang'ich qiziqishimni Rekerga nisbatan oshirgan. Endi yangiliklarga qaytadigan bo'lsak, Reker 10 oy davomida o'z platformasiga, ya'ni YouTube kanaliga video qo'ymasa ham, men shu narsani topdim YouTube'dan. 3 oy avval intervyu videosi chiqqan ekan. Bu avval olingan bo'lishi mumkin yoki keyinchalik bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Bilmadim. Lekin men ham uni reklama botiga yozib ko'rganman. Boshqa iloji yo'q, chunki Rekerni topib bo'lish juda ham qiyin hozirda. Uni hech qanaqa lichkasi yoki bog'lanish uchun qanaqadir aloqa vositasi hozirda yo'q. Va shu narsani sezyapmanki, oxirgi paytlarda Rekerni har xil kontentlar va shortslarda eslash juda ham kamayib ketdi. Ya'ni shortslarda asosan Kaizo, Artifact, Yasiko, yana hacker chiqib turadi, lekin men ko'rgan shortslarda masalan oxirgi paytlarda Rekerni ko'rmay qoldim. Endi ko'pchilik aytadi,
omad deb artefakti, qattiq mehnat deb rekerni qo'yishadi, lekin rostini aytaman, rostdan ham rekerni mehnati anchagina katta. Xo'sh, endi asosiy masala nega reker YouTube'da tashlab qo'ydiga qaytadigan bo'lsak, bu haqida menda bir nechta taxminlar bor, ya'ni bu taxminlar juda katta ehtimol bilan to'g'ri. Birinchi sabab, rekerni hozirgacha ko'rgan videolarim orasida rekerga Moti tomonidan yordam berish juda ham kamdan kam. Ya'ni uning videolarida ham reklamalar juda ham kam, undan tashqari u kanal ko'tarib sotganini deyarli ko'rmaganman. Ya'ni rekerda Fezotga o'xshagan donaterskiy qatlam yoki bo'lmasa boshqa youtuberlarga o'xshab kanal sotish yoki reklamalar deyarli yo'q. Ikkinchi sabab, reker buni o'zi ham tan olgan, ya'ni reker ozroq dangasa. Va shuning uchun ham u YouTube'dan tez-tez yo'qolib turadi va paydo bo'lib turadi. Buni tushunish mumkin. U shunchaki ba'zan YouTube'dan zerikib qolsa kerak. Uchinchi sabab. Bu men uchun eng yaqin sabablardan biri, qolganlarga nisbatan ham, chunki men sizlarga aytib o'tdim video boshida, reker hozirda 17 yoki 18 yosh oralig'ida. Ya'ni reker hozirda o'qishga tayyorlanishi kerak, chunki shu yil yoki keyingi yil uni o'qishga topshirish payti keladi. Va shuning uchundir ham balki hozirda u ko'proq e'tiborni o'qishga qaratib, YouTube kontent yoki boshqa narsalardan ozgina bo'lsa ham chekinib turgan bo'lishi mumkin. Bu degani u shu yilning kuzida yoki keyingi yilning kuzida YouTube platformasiga qaytishi mumkin. Ha, hozircha men qidirib topgan narsalar shulardan iborat. Agarda bu videoni rekerni o'zi ko'rayotgan bo'lsa, iltimos qilgan bo'lardim. Mana ham ozroq savollarim bor. Albatta, faqatgina Minecraft o'yini haqida. Hech qanaqa zerikarli narsalar emas. Ya'ni men ism, familiya, yashash joy yoki boshqa narsalarni aytmayman, faqatgina hayotda bo'lib o'tgan har xil voqealar haqida gaplashib o'tmoqchiman. Va videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Albatta, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like va obuna bosish esingizdan chiqmasin. Va albatta, rekerni kim necha yildan beri ko'ryapti va unga nisbatan qarashlar qanaqa? Albatta, kommentariyada fikringizni qoldiring. Hammaga xayr.